Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kaderlik Pidayla İkrar'ın körülmeleri. Hac Tovruluk programındaki bugün 3. sanıda aldığınki bir kançı programda hac tovruluk sözlendi. Hem de şu hacның faaliyetleri tovruluk. Kur'an'dan Nazar programımızın 98. kısmında Kerem Zahir Ustaz bilen söhbet edip kalmakçı. Hem ola yaş tuğan sizler. Aleykümselam, Allah'a şükür. Qandaq qasılları. Bizim yaxşı elhamdülillah. Qınarak bu hac toğruluk hem de bek gep sözler nimeler jiq hem şu. Zadi biz qandağını qılgan çağda Qur'an göre toğru bolgan hac faaliyetlerini qıla alaymiz. Bu toğruluk bir tefsirlere toxtanmoqchi bolgandılar. Qani merhamet ekran sildi. Salamu aleyküm dünyanın qas yayları hörmetli qarindaşlar. Hem Allah'ınki her vaqt xeyirlik bolsun. Birinci hac faaliyeti farz mı yoki farz emasmi degan masala ustida ikki og'iz bir gap qilish niyatim bor. Qur'oni Karimda hac qilish haqida oyatlar bor. Bu ayet nima degan vaqtida Estağfirullah Sura Ali İmran'daki 96-97. ayetlerinde misalda Velillahi alen nasi hiccul beyti men istata ileyhi sebila degan şu ayetga asosan hac qilish haqida shunday buyruq bor deb qaraydi. Endi bu hajniki farz emasligi, mustahab bir amal ekanligiga qarta nurg'ulg'an qarashlar bor. Şəxsən mənmi şundaq mustahab amal, yəni yaxşı qısı yaxşı bolduğan yoki qısı aşağıdakı insanlarga qilish lozim bo'lgan, yəni aşu Məkkənin ətrafındakı aşu insanların qilishi lozim bo'lgan shundaq bir amal ekanligiga qarta bu Qur'ondagi oyatniki aşınaga ishorat qildiganligini shundaq ishorat qilib deb tushunimman. Çünki buniki farz bo'lmasligining sababi nima vaqtida deganda bir farz amal olsa, qılması bo'lmaydigan amal olsa, Qur'oni Karimda uni qilmagan odam yoki jazo o'taydi, yoki bo'lmaydi, uning boshqa qilishga qazosini qiladi. Shunday bir buyruq bor. Ya'ni bir buyruqni qilgan bo'lsa, Alloh taolo agar uni qilishga imkoni turuqliq qilmagan bo'lsa, u odam uning jazosini o'taydi. Masalan, roza farz. Rozani tutish farz. Ama onun özünü tutmagan adam degan vaqtda, o tutmagan adam tutuşqa imkon, turuqligini tutmagan bo'lsa, tutanmagan her kuni uchun, yani tutmagan her kunligi uchun bir miskinniki bir vaqt tamog'ini berish yoki hozirgi vaqtda bir vaqt tamoq kerak pul versin bo'ladi. Shunday qilish o'z par nima, ayndaq bir vazifa tushdi ustiga. Uni qilmasa, o adam gunohkor bo'ldi misol. Yoki bo'lmaydi, o adam qazosini qilish imkoni bo'lsa, qazosini qilish. Misol, safarda yoki og'riq yoki safar ustida bo'lsanglar, u vaqtda boshqa kunlar tutib olsanglar bo'ladi deydi. Va alallazina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin degan o'zi toqat keltirib turib, ya'ni bir odam toqati bor uni tutishga, shundoq turib, ya'ni tutmagan bo'lsa, u odam qanday qiladi desa, har kunlik roza uchun bir miskinniki bir vaqt tamog'ini berdi. Yoki bir vaqt tamoq kerak pul vas bo'ldi. Bu Qur'oni Karimda belgilangan narsa, jazo buni o'z jazosini o'taydi degan gap. Ya qazosini qilsa, yoki bo'lmaydi, qazosini qilmasa jazosini o'taysa deb Qur'on undaq belgilaydi. Roza haqida. Endi bu namoz bilan bu haj faoliyati haqida degan vaqtda uni qilmagan odam qazosini qiladi degan bir ibora yo'q Qur'onda. Jazosini o'taydi degan bir ibora ham yo'q. Hech qanday bir yerda. Ya'ni roza nima haj men shu faoliyatning birisidan yani qilsa yaxshi bo'ladigan, qilmasa uning o'zi jinoyat hisoblanadigan bir narsa emas ekanligi. Jazolanmaydigan bir narsa ekanligining o'zini bu Qur'oni Karimda buni bayon qildi. Bu bir masala. İkinci bir masala Qur'oni Karimda misol mush oyatning o'zida
Velillahi alen nasi hiccul beyti men istata ileyhi sebila. Degan bunun özde velillahi alen nasi deb Allah Taala bundaq bir ibarəni keltirdik. Alel muslimine yoki alel mu'minin degan bir ibora yo'q. Alen nas deb o'zi ibora keltirdik. Ya'ni bunun nima bo'ldi degan vaqtida shu hokimiyat ostidagi har qanday bir odamniki ziyorat qilish huquqining borligini o'zine bildirdi. Mayli qaysi din, qaysi mazhabda bo'lishidan qat'iy nazar ziyorat qilishga bo'ladi degan bo'ldi. Makka shaharini, Kaaba uning atroflarini o'zini ziyorat qilishga bo'ladi degan bo'ldi. Haj degan kelimaning o'zi nima desa, haj degan bir kelima o ziyorat qilish degan ma'noni bildirdi. Unda desa nimaniki sura nima Tövbiniki aldidiki baraatun minallahi ve rasulihi ilellezine ahadtum minel müşrikine fesihu fil arzi erbaati eşhurin degan oyatni delil qildi nurg'un odamlar. Bu yerdagi bu mushriklarni u yerga kirishiga bo'lmaydi deb deyishlik sabab u Makkadagi payg'ambar alayhissalom boshchiligidagi u hokimiyatga bo'ysunmagan mushriklarga qaratilgan xos bir nima bu? Xos bir kelima, xos bir uqumni ifodalaydigan bir kelima. Ya'ni shu yerdagi qarshi chiqqan mushriklarga qaratilgan u mushriklarniki bu yildan keyin, ya'ni 4 oy to'shqandan keyin ularniki u yerga hokimiyatni yurgizish, u yerga dastishlik bo'lmaydi deb ularni jiroqlashtirish uchun, hokimiyatni jiroqlashtirish uchun qo'llangan bir buyruq. Ammo u yerda hatto biz burungi darslarimiz nurg'un qatim dedik, payg'ambar alayhissalom Makkani fath qildigan vaqtida u askarning orasida masalan 200-300 yo 500 chiqishi mumkin. Mu'minlar bo'lgan bo'lsa, qolganlar hammasi degan vaqtda payg'ambar alayhissalomning bayrog'ining ostiga kirgan adil bir hokimiyat ostida barobar yashaymiz deb ashning o'zini qabul qilgan insonlar, har xil dindagi insonlarmi uningga o'zi hozirgi davlatning askarlariga o'xshash misol bir davlatning askarining ichida har xil dindagi insonlar bo'laverdi. Ashunga o'xshash bir o'zi yo'lni tutgan. Buning qarg'an vaqtida bu yerda islomni qabul qilgan, ya'ni adolat ostida barobar yashashdan iborat bu prinsipni qabul qilgan insonlarning hammasi musulmon deb atilganligi va ularniki u yerning o'zini ziyorat qilish va hokazo ishlariniki hech qanday to'sqinlik uchirmaydiganligining o'zini bildirdi. Ya'ni payg'ambar alayhisalom bo'lgan 10 ming odamning hammasi shu Makka, ya'ni Kabening atrofidan qilib Makkani ishg'ol qilgandan keyin bo'lgan shu vaqtning o'zida u yer namoz o'qiydiganlar o'ziniki nemasi bo'yicha namoz o'qiydi. O'qimaydiganlar o'qimaydi. Hech kimniki namoz o'qigan odam, namoz o'qimaydigan odamga daxl ta'riz qilmaydigan mandaq bir o'z sotsial bir hayotning o'zini islomniki prinsipi mana bunday sotsial hayotning o'zini barpo qilishni maqsad qilgan bo'lg'achqa bu yerda Alloh taolo alal mu'minina yoki alal muslimina yoki o'zi boshqa bir kelimani yoki muttaqina deb keltirmasdan alan nas velillahi alen nasi hiccul beyt deganning o'zida nas deganning o'zidan insonlar degan bo'ldi. En nasdagi eliflarning o'zidimi shu atrofda yashaydigan insonlarni ko'rsatgan bir ishorat endi. Eliflarning o'zi ta'rif deb atildi bu arab tilida. Shuning uchun bu yerdagi birinchidan bu hozirgi gapniki xulosasi haj ibodati qimmat qat'iy bo'lmaydigan bir farzlardagi jumlasidan emas. Ya'ni yaxshi ishlarni qatoridan, lekin uni qilmasak hech qanday o'zi Alloh taolo qiyomat kunsi u yerga o'zi bormabsa deb hisob topmaydi. Chunki Qur'onning oxirgi jo'disi mush oyatning oxirisida innistata ilayhi sabila va man kafara fa innalloha g'aniyyun anil alamin deydi. Bu nima degan vaqtda agar bu buyruqqa bo'ysunmagan odamlar desa, bu buyruqqa bo'ysunmagan bormagan odamlar desa, Alloh taoloning u odamning qilgan ishiga ehtiyoji yo'q. Ya'ni uningga hech qanday bir gap kelmaydi degan ma'no chiqib qo'yadi. Men uni jazolayman demaklik qo'yadi Alloh taolo. Agar u yerga bormagan odamni qiyomat kuni jazolayman yoki bu dunyoda uning edini berma yoki sizlar jazolanglar yoki u mandaq bir jazo to'lish kerak yoki o'zi qilmagan bo'lsa uning qazosini qilish kerak deganlik haqida hech qanday bir Qur'oni Karimda bir ma'lumot yo'q. Buning asosan yani hech qanday o'zi u yerga berish ziyorat deganning o'zi hozirgi vaqtda berganning o'zi ziyorat qilib kelish yaxshi ish. Shunga o'xshash bir yaxshi ish. U yerga dars elib, u yerning amal ahvolini ko'rib,
u yer o'gindigan narsalar bor, o'ginib, misolda yangiliklarni o'ginib kelib o'ziniki yurtiga shundoq akilib o yangiliklarni qilish uchun bundaq sayohat qilish lozim. Xuddi shunga o'xshash bir ish. Va lekin buning o'zini bormasam men gunohkor o'lib ketdim bu dunyoda deydigan bir holatda tushunib olish butunlay xato. Ya'ni Qur'oni Karimdagi bu o'zi oyatlarga asosan. İkincisi Hata tushunchaga aniq bir javob bergan bo'lasizlar. Ya'ni Qur'oni Karim shundoq degan bo'ldi endi sizning. yani Qur'oni Karimdagi javobi mana ashundaq endi. Hozir biz mana tarjima qilyapmiz. Ash oyatning har bir kelimasini kelima ashundaq ko'rib chiqqan vaqtida uning o'zini hamma odam tushuna oladi. Bu yerda nima uchun u Kabe'ning o'ziga faqatla musulmon nima mu'minlar, ya'ni namoz o'qiydigan mu'minlarga kirish kerak. Qolgan o'zi odam kiramaydigan bundaq ish bormi degan vaqt Qur'oni Karimda undaq bir ibora yo'q. Qur'oni Karimning uch oyatining o'zida mana shu hozir hidoyat qo'lim turibdi men shuning o'zi mana hidoyat shu. Mush hidoyatning o'zidimi hajniki haj qilish qarta tushgan oyat nima degan vaqtda ash oyatning o'zini valillahi alan nasi hijjul bayti man istata ilay sabila degan ash oyatni dalil qildik. U yerdagi an nasning o'ziga hech qanday o'z to'g'ri bir tushuncha bermaylik. An nasning o'zini shu mu'minlarga apirib bu yerda shunday qilib hamma narsani iymonniki nuqtasini o'tkazadigan bo'lg'achqa o vaqtdagi naslda ashunga apirib qo'ydik. Ammo Qur'ondagi zohir iborasi u yerda mu'minlarni yoki musulmonlarni yoki yahud nasarani ko'rsatmasdan inson degan narsani ko'rsatgan yani. Tamam. Onu tushundik. Hozir nihoyatda yaxshi bo'ldi. Faqatla musulmonlar emas, butkul insonga chaqiriq qilganligini bildirdilar. Alloh razı olsun. Endi anaqa biz musulmon bo'lgandan keyin o'sha hajga bormasak, nihoyat birimiz kam qolgandek hayotimizning butkul maqsad nimalari, muddaolari shuning ustiga qurilib insho qilibchi. Shundaqlar nima qilamiz endi? Agar borolmagan bo'lgan bo'lsa, ajoyib ko'ngil yerim bo'lib, ishda bo'lgan ish hozirda ma'lum anda emaskini. Uqqandan keyin endi hech bo'lmasa rahatli bo'lsa o'ylab ketishimizga foydasi bo'ladi-da, nima gapchi? Albatta. Uning ustiga bu butun insonga emas bu yerdagi narsa. Alam nas deganning o'zi insonlarga, ya'ni shuni ziyorat qilish yaqinroqdagi atrofdagi insonlarga qaratilgan narsa bu. Bütün insonlar dunyoni aşağı berish bas yaxshi bo'ldi degan ma'no chiqmaydi. Buning o'zidan. Bası bor evasin, uni biz to'sqinlik qilmaymiz zaten. Uni bas bo'lmaydi degan bir narsani chiqarmaymiz. Ammo bu yerdagi narsa nima degan vaqtda agar o'zi butun dunyodan kelishga imkoni va odam o'sha kason degan bo'lsa, buning o'zi oyatning o'zi masalan sura Al Imrondagi 96-oyatning oxiri, uning 5-chi degan vaqt inna avvala baytin wuzi'a lin-nas allazi bi Bakkata mubarakan va hudan lil alamin degan oyat var buni oldi. Bu nima degan vaqtda birinchi qo'yilgan insonlar uchun yana o'sha yerda alan naslikda insonlarning ziyorat qilish uchun qo'yilgan birinchi o'y degan gap. Hech bir zaman mu'min yoki musulmon yoki yahud nasara uchun degan bir ma'no chiqmaydi. Chunki buning oxirisida ma'lumki nim maqsadda bu o'y selingan. Buning o'zi oxirgi oyat chiqdi endi. U vaqtda uniki maqsadini tushundi insonlar. Çünkü u yerga berib ibodat qilish maqsad qilinganmi? Agar ibodat qilish maqsad qilinsa, albatta mu'minlarga farz qilinish kerak. Mu'minlarga keling deyish kerak. Chunki ibodat iymon etgan odamlarga xos qilingan bir faoliyat. Uning uchun o'zi u yerda bir odam iymon etgan bo'lsa, ibodat qilib namoz o'qiydi misolda. Ammo bu ro'z nima, hajchi bo'lsa ibodat emasligini o'zini bildiryapti bu yerdagi. Bir sayohat qatorida ko'rsatyapti. Onundaki ikkinchi, yani Hac suresindeki 27'den 29. ayetgacha şu nima demo? Misal İbrahim Aleyhisselam şu Kabe'ni sağğa vaqtida sep bo'lgandan keyin nima ish qilish to'g'riliq Alloh taolo buyruq berib va azzin pinnasi bil hajji ya'tuka rijala va ala kulli zamirin ya'tina min kulli fajjin amiq degan mush oyatning o'zidami? Kabe'ni sep bo'lgandan keyin sen
mu'minlarga yoki musulmonlarga yoki yahud nasoralarga demasdan insonlarga deyilgan. Alan nima va azzin pinnasi deyillik. Yani insanlar arasında onun özünü e'lon qil. Ular her türlü öz nimeler bilan aşağı kelib ziyorat qilsin. Ziyorat qilish jarayoni nima bo'lsin? Liyashhadu manafi'alahum. Ular manfaatlariga shohid bo'lsin. Chunki u yerda insonlar kelib u yerni avatlaştırıp, u yerga sotilgan narsani akib setib, u yerdan elishga tegishli narsani elib, o'zining ehtiyojini qamdab olsin uchun o'zi selingan uy ekanligining o'zini u yerda ertadan kech namoz o'qiydigan emas, insonlar o'zining ehtiyojini qamdaydigan bir yer ekanligining o'zini mana shu oyat o'zi aniq ko'rsatib turdi. Liyashhadu manafi'alahum deganlar. Ve yazkuru ismallahi fi ayyam ma'lumat deganning o'zi ma'lumot berilgan oylarning nima kunlarning ichida Allohga zikr etsin, Allohning ismini zikr qilsin. U nima degan bo'ldi desa, qancha kun yoki qancha oy ashani ziyorat qilib shu so'zlarni qilishga ruxsat berilgan bo'lsa, shu vaqt ichida shu ishni qilsa bo'ladi degan ma'no chiqdi. Ya'ni hozir o'tganki darsda nima qildik? Misol harom oylar deganning o'zida, harom oy deganda mana shu 11-oy, 12-oy, 1-oyning 3 oy ichida urush qilmaslik, urush qilmay atrofdan kelgan tijoratchilar o'yga kelib tijorat qilib, misol mollarini akilib, oldiganlar elib, o'ziniki 9 oylik qildigan nima o'zi kerak narsalarni o'zini elib olgan gap. 3 oyning ichida qolgan 9 oy ichidan keyin 7-oyda bir oy o'zi urush qilmaydi. Qolgan o'zi 8 oy o'ziga shu shahar xalqi o'ziniki ehtiyojli narsani elib olish uchun qo'llangan bir vaqtni ma'lumot deganning o'zi buni bildirdi. Yani pi ayyami ma'lumot deganning o'zi shu 90 kunniki nemisini ko'rsatdi. Arabning shu vaqtda koni nemisi bo'yicha. Ham hozircha degan vaqtda hozir Saudiya Arabiston hukumati qancha oy aşağı kirishga bo'ldiganlikqa izni versa, shuncha oy berib, kirib u yerda o'z ziyorat qilsa, u bo'laverdi. O maxsus o'zi hajji oylari deb maxsus bekitilgan bir oy Qur'oni Karimda asla mavjud emas. U oyning o'zini kim belgilaydi degan vaqtda Qur'ondan bor zaten. Yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas vel hajj deydi. Yangi chiqqan oy haqida sendan so'raydi, ularga sen u oy degan insonlarga vaqt belgilash uchun, haj uchun o'zi nima qilgan narsa degandikin, insonlar falon oydan puston oygachilik mandaq ishni qilamiz, puston oydan hukun oygacha mandaq ishni qilmaymiz deb belgilama chiqaradigan qarta ishlatilgan bir narsa. Uni belgilamani Alloh taolo chiqarib bermaydiganligini, insonlar o'zi belgilama chiqarganligini bildirdi. Şoň bu yerdeki näse nime degan vaqtda asla o'zi bu yerda Alloh taolo belgilab bergan haj oylariniki muqim Qur'oni Karimda bekitib atgan bir narsani yo'qligi, namozga o'xshash misol. Namozning vaqtlarini Qur'oni Karimda bekitishlik, ammo hajning vaqtini asla bekitmagan. Chunki insonlarniki amla ahvol qarta misol Saudiya Arabistonda bir yer urushib qolsa, hojimni hech qaysini ko'rdirmaydi misol. Ta ki aşağı xotirjam bir holatga yetib, başqa yerni sayohatchini kutib olgandek bir holat kelgichilik, ular o'zi uning o'zini kirdirmaydigan gap. U vaqtda desa, insonlarniki nurg'un insonlar u jarayonda o'lib ketdi misol. O insonlar haj qilmagan uchun jinoyatchi bo'lib, farzni ado qilmagan bo'lib o'lgan bo'lamdi. Unda emas. Shuning uchun bu yerda birinchidan ro'za nima haj farz emas, mustahab amal. Ikkinchidan bu yerda vaqt belgilangan vaqt insonlar manfaat elish uchun. Bu yerdagi maqsadni Alloh taolo liyashhadu manafi'alahum deydi. Manfaatlariga shohid bo'lsin. Ya'ni o'zi u yerga akilingan mol, naskerakni ko'zil ko'rib, elib sotilgan, ishlarni qilib, foydalanadigan ishlarga shohid bo'lsin uchun buni e'lon qilganligi bir hozirgi vaqtda nima deymiz? Bir yerga bozor ochgandek bir ish endi. Bir yerda bir mahalda bir yerning o'zini nima qilib bozor ochib, mana o'sha yerga elim setim qilsang bo'ldi desa, xalq aşağı akilib, saypay, mevchilarni akib setib, ketgan ishlar bo'ladi-ku. Shuni o'sh bir yer degan. Yarmanka, shuni o'sh narsa. Kiriyaninki çarşamba pazar, cuma pazar, şembe pazar deb yerler var-ku, cuma kuni yo'q-ku. To'g'ri.
Ondan keyin bu hacniki nurg'un odamlar buni farzi nima, mustahablar nima deydi, ama o'zi farz bo'lmagan bir amal, bir ish. O o'zi farz bo'lmagan bir ishning o'ziniki farz, sunnat, mustahablarning bo'lishi mumkin emas misol. Ham buniki shartlari bor. O shartlar nima degan vaqtda Qur'oni Karimda bu shartlarning o'zini ko'rsatdi misolda. Ko'rsatib El-Haccu eşhurun ma'lumat. Yani bu sure nemeniki, Bekar'niki 197. ayetin 203. ayetin yaman cihyan düşürüptüm ben. Ve etimul hacce vel umrete lillah fe in uhsirtum femesteysere minel hediye. Ve la tehliku ruhusekum hatta yebluğel hediyyu mahille. Femen kâne minkum meriden ev bihi ezen min re'sihi fefidiyetun min siyamin ev sedakatin ev nusuh diyen moş ayetinin özde hacı faaliyetini tamam kılış hakkındaki bir buyruk emdi. Bunun da özü nima degan vaqtida ihram degan bir narsa bor. Bu ihramning o'zini mayada ben tafsil bir yozib qo'ygan. Ihram bog'lash deganning o'zi hozirgi vaqtda ihram bog'lagan bir ish bor. Hajjiga borganlarimiz bildi. Bir tal latini yopqa qo'shash belimizdan bog'lab bir yopqa qilamiz. Yanbesning o'zini chapraz qilib mo'rimizdan o'zi tushiramiz. Gandiga o'xshash deydi, Pokistonda kelamiz. Şunu o'xshash ashunda qilamiz endi uning o'zini. Buni ihrom deydi. Bu hech qanday bir erkakniki bu kiydigan narsada hech qanday jingni tegmagan narsa bo'lish kerak. Jingni tikilmagan narsa bo'lish kerak, yangi narsa bo'lish kerak. Ayollar ham o'zini kiyimini kiyib kirsa bo'laverdi, erlarga ashundaqqa belgilangan. Bumu o'zi Qur'oni Karimda asla mavjud narsa emas. Payg'ambar alayhisalom Makkani fath qilgan vaqtida ihrom kiygan va kaza degan sahobalar ihrom kiygan degan to'g'ri hech qanday bir nima yo'q, bir ma'lumot yo'q. Ham Qur'oni Karimda sen ashundaq narsani kiyishing kerak degan to'g'riliq Payg'ambar alayhisalom yoki musulmonlik qilgan bir buyruq yo'q. Buyruq bo'lmagan yerning o'zida Payg'ambar alayhisalomning uni qilishi asla mumkin emas degan. Endi bu nereden kelgan degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom misol shu nimaning o'zini misol hijrat degan kaset bor. Shu film bor. Payg'ambar alayhisalomniki hayotini bu qurnim shu Makkaga fath qilish uchun kelgan shu kasetni ko'rsa, insonlar Payg'ambar alayhisalom va kelgan insonlarning hech birisiniki ihrom bog'lamaganligini ashar ko'ra oladi. Shu kasetni qara amaliy ahvolga uyg'un qilgan ashuni o'zini. Ko'rganlaringiz bo'lgan bo'lsa, shu insonda bo'lishi mumkin shu. Misolda hech birisi bunda chapraz binasini kiyib yurganlik haqida hech qanday bir nima bir ashunada bir ko'rinish yo'q. Demakki qilmagan degan gap. Chunki Qur'oni Karimda qil degan buyruq bo'lmasa, o payg'ambar o'zi o'xshash qilmaydi degan gap. Bu nereden kirgan o vaqtida? Degan vaqtida o payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lishdan burun Makka mushriklari va Makkaning atrofidagi insonlar erlar ashundaq o'zi latini o'rab, ashundaq chapraz o'rab, o'zi Ka'bani andaq nima tavob qilgan bir qoida bor. 7 qatim tavob qilgan qoida bor. Hajr Aswadni so'ydigan, shaytonga tosh atadigan shundaq qoida bor shu vaqtning o'zida. Shuning o'zini davomlashtirgan musulmonlar. Masalan, hozirgi vaqtda. Asla Qur'oni Karimdagi haj faoliyatiga uyg'un kelmaydi. Masalan, haj faoliyati deganda boya degandek Makkaning o'zini ziyorat qilish. U yerda chiroyli o'zi o'tish, hozir mana uni o to'g'riliq oyat bor. Uni o'zi deymiz hozir. Ashning o'zini nima qiladi endi? O'sha yerda yaxshi faoliyatni qilib, qaytishning o'zini maqsad qiladi. Asla u yerda boshqa o'zi bir narsaning o'zi mavjud emas, ya'ni hajniki nimalar orta. Misol, shu sura Baqarniki 197dan 203-oyatgacha oraliqdagi nimada El-Haccu eşhurun ma'lumat femen feraza fihinnel hacce fela repese fela vela fusuqa vela cidala fil hacci deydi. Yani o'ziga haj qilishni niyat qilgan bir odam hajga borgan vaqtda fela repese vela fusuqa vela cidala. Satgap qilmasin, u yer pishli fasod chiqarmasin, jadal chiqarmasin deydi. Yani demakchi bo'lgan narsa nima degan vaqtda u Makka shahriniki qoida prinsiplariga amal qilsin.
u yerda qoida prinsipini buzib, u yerda jadal chiqarib, u halqi yana bir insonlarniki sharq bo'lgan vaqtda u yerda undaq o'zi qoida tuzumi bo'ysunmas bo'lmaydi. Ya'ni bundaq oyatlar Qur'onda bor. Masalan, sura nima shu Bani Isroilniki bir shahar kirgan vaqtda va dukhulul baba sujjadan deydi. Sizlar o shaharning darvozasini kirgan vaqtda o shaharniki qoida tuzumlariga bo'ysungan holatda kiring deydi. Ya'ni bu nima degan bo'ldi desa, bizga bir qoidani o'rgatyotdi. Bizniki insonlarimizda bo'lib Uyg'urlarda bunda qoidani bilgan odamlar ozayib ketdi. Hamma yerga o'ziniki doktorini kelib, masalan, Turkiyaga kelgan Uyg'urlar Turkiyada bir hukumat yo'qdek. Bu yerda qalaymaqa ish qilib yurgan. O'rta Osiyoga chiqqan vaqtda O'rta Osiyoda bir hukumat, hokimiyat yo'qdek. Hamma narsa o'ziniki qayoshi bo'yicha bo'lgandek, shunday qilib jamiyat tartibini buzib, O'rta Osiyoni sestib, Turkiyani sestib shunday qilayotgan ishlar bo'ldi misolda. Alloh taolo bu yerda nima deyapti desa, xalqniki yutuqib olsang, qo'ng'ini qisib, sen shu yerniki tuzumiga bo'ysunib yasha degan gap. Sen xalqni yutuqib olsa bir, ikkinchi birisi sen ularni tuzumiga buzg'unchilik qilsa, sen u vaqtda nima bo'lsa? Sen u vaqtda sen ashlarniki nimasiga xo'sh men yutumga patmadim deb uning qashiga bo'ynini qisib borgandan keyin sen shu yerlik tuzumiga bo'ysungan holatda yashashing kerak degan gap. Bu nimani bildirdi? Har qanday bir sayohat qilgan odam, masalan, bir odam masalan Istanbulga kelsa, Turkiya hukumatiniki qonun prinsiplariga bo'ysungan holatda yashash kerak. Qalaymaqanchilik chiqarib bu yerda Turkiya hukumatini andaq mandaq bizniki ichimizda jiq bunday odamlar. Turkiya hukumati tağut hokimiyat, oqchi ko'kchi deb buning orqasidan gap qilib, millatni bu hokimiyat qarshi kuch ko'taradigan shunday ishlar nihoyat og'ir. Bu o'zi nihoyat og'ir jinoyat, ya'ni bunday aytgan vaqtida. Sen o'zingni jutini o'zini qilolmaysan, u yerda yashayolmaysan, u yerning o'zi yashash hech qanday qo'lingda mukammallik. Boshqa yerda mayli yasha desa, u yerga kelib balki ko'timda ishlar yo'q, aytim mojar bu deb xalqni yaratmaysan. Bu qattiq qamlashmagan bir o'zi narsa mana aytgan vaqtda. Shuning uchun bu yerda yashaysa, Yevropaga yashasangmi, Yevropadagi shu davlatniki sen nega bo'lsang, shu bag'ayring shu davlatning qonun tuzumlariga bo'ysungan holatda yashashing kerak. Qur'onning ko'rsatmasi bu, ya'ni. Uningdan o'zi u yer deganda u er bilan ayol to'y qildi deb shuning o'zini bozorga olib ketganlar. Voy sen to'y qilmasangmi bo'ldi? U yerga ko'rib seni bir adam to'y qilib ol debmi o'zi zo'lg'a odammi yo'q? Sen o'zing xalqan bir xotin bilan to'y qilib yashayversang bo'ldi chiroyli misol, xalqniki ishiga aralashmasang bo'lavergan gap. Shuning uchun bu Qur'on nima deydi degan vaqtda bir yak bağa vaqtda bizda bir gap bor. Elga kirsang ilingcha, so'g'ga kirsang bilingcha deydigan bir gap borda. Bir yak bağa vaqtda u yerdagi insonlarga hurmat qila oladigan, u yerdagi insonlarning qonun prinsiplarining o'zini buzmay, bundaq bir odamdek yashashni bildigan odamlar bo'lishimiz lozim degan gap. Bo'lsa shu yerga kichkina foyda kelib, millatniki inovatni ko'tarib u yerda bundaq qilsa bo'lgan gap. Masalan, Turkiyada hozir Uyg'urlarga elim bu Türk xalqi nəhayət kən qo'saq bir xalqqa. Bo'lmasa bu yer qilmagan o'zi askarliklar bo'lib ketdi. Musha kelib bolalarni yaxshi o'qitib, yaxshi bu Turkiya hukumatiga hasib qo'ysa, ma xalqning oldida Uyg'urlarning inovat bo'ldi misol. U inovatga oid qilib qolsin, hech nimamiz qolmaslikda. Ya'ni har yerga borayli, boshqalarni bizni hurmat qilsin desak, biz boshqalarga hurmat qilishni bilishimiz kerak. Men xudima degan bir ibora bor bir nimada. O nima desa, xalqqa sen xizmat qilgan vaqtda xalqim sana xizmat qiladi. Bizda bir gap bor-ku. Sen qo'lingizdan qo'l yuzni yuydi. Shuning uchun bu yerda Qur'onda Qur'onniki bizga deyotgan so'z nima degan vaqtda xalqning yutib olgan chog'da u yerda sen pishli fasodni qilib, o xalqning yutib buzg'unchilik qilib, xalqni ko'zga ilmay, voy bu kofirlar, ko'k deb tillab bundaq qilgan hech qanday haqqing yo'q degan gap. O yaratmasa ketmam shu yerdan, misol. Bir işin tezgide bir ısırık sepsini ekivamıgandaki o yerge. Yani bu yerde yeni bir şartındaydı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Vela cidal fil hacci ve ma tef'alu min hayrin ya'lemuhullah" deydi. Bu nimden gapirgan vaqtda bir yer sayohatga borgan vaqtida yoki bir boshqa bir davlatga shunday iltijo qilib borgan vaqtida
u yerda sen yaxshi ishni qilsang, Alloh u yaxshi ishni biladi. Sen yaxshi odam bo'lsang, u yerga berib sen yaxshi ish qilishing kerak. O'zingning millatiniki, o'zingning ishni o'zingdan tortib, hamma odamniki inovatni tukib bu yerda, unda qilgandan sen yaxshi ish qil, uni Alloh taolo biladi. Sen yaxshi ishni qilsang, u yerdagi millat mana yaxshi odam ekan deydi. Uyg'ur millatini to'laydi, misol biz o'zimizga tatbiq qilgan vaqtda. Unda degan gap bu. Va tazawwadu fa inna khayra zadi taqva. Ya'ni u hajjiga berib kelgichlik orliqda yetkidek holatdiki bir o'zi uzuq elib oladi. Hozir iqtisoddan pul elib olamiz, berib kelgich yetkidek holatda. Ya'ni berib yo'lda oyda etak tutib, mayda etak tutib, bunda qilmanglar degan gap hamda. Fa inna khayra zadi taqva. Uzuqning eng yaxshi nima degan vaqt taqvo. Yeterlik bo'lg'ini. Ya'ni taqvo deganning o'zi bu yerda xatolikdan saqlanish deganning o'zi, ya'ni siz oz o'zi narsa ep borsangiz, u yerda bu yer qalandashlik qilish to'g'ri keladigan gap. Unda qilmag'idek darajada siz o'zingizni saqlay olgandek darajada bunda o'zi bir uzuq evilishingiz kerak deydi. Vattaqun ya ulil albab dedimdi. Oxirida laysa alaykum junahun an tabtaghu fazlan min rabbikum deganning o'zimi yana u yerga berib sizlar qoida bo'yicha bir tijorat qilib bunda pul topamiz desanglar, uning hech qanday gunoh bo'lmaydi. Ya'ni haram masalan Makkaga borsin yoki naga borsin, qoida bo'yicha shu davlatniki qonun prinsiplariga bo'ysungan holatda tijorat qilib pul topamiz desa, u bo'laverdi. Ya'ni u yerga berib o'g'illik qilib yoki aldamchilik qilgandan chiroyli tijorat qilgan menga yaxshi yani. Bu to'g'ri bu xato uyutganda bizga. فإذا قضيتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Sizlar Arafatdan qaytgan vaqtda Mash'ar haromni ko'rgan vaqtda Allohni o'zi zikr qilinglar, Allohni zikr etinglar. Bu nima Mash'ar harom degan nima u? Degan vaqtda innas safa vel marvata min sha'airillah deydi Qur'onda. Şair degan Mash'arniki ko'plik turi. Yani Safa vel Merve bu o'zi haram yana Kabe'niki belgisi. Kabe'nin belgisi deganimiz o'zi aş döngütün o'tsek, uni aqt Kabe degani bildirib degan. Shu vaqtning o'zida. Hozir endi uning egiz munarini selyapti. Şu munar mana aş haramning masjidniki o'zi munari deb ajraqtilib ko'rib olamiz. Hozir o Safa Merve'ni ko'rmaymiz zaten uning to'pisiga. Bu narsani istep hechni ko'rgisiz qilib etibdi hozirgi vaqtda. Demek şu haramdaki masjidniki bir belgisini ko'rgan vaqtida, lekin u nim qilinglar degan deydi Alloh taolo, Allohni zikr qiling deganda Alloh taoloniki sayohat haqidagi prinsiplarini esingizda tutinglar. Ya'ni u yerga borgandan keyin u vaqtda ashani sayohat qiladi. Hozir endi Makka shahrini u yer bu yer nurg'oyan sayohat qilamiz-ku. Sayohat jarayonida butunlay shu yuqorqi oyat kuchga ega fala rapasa va la fusuqa va la jidala. Qalayim qanchalik chiqama degan gap. Borgandek kelgan vaqtda insondek, odamdek o'zi u yerni sayohat qilib kel. U yerga berib biz qalayim qanchalik chiqama degan gap. Shu buyruqni esingizda tuting deydi Alloh taolo. Vazkuruhu kema hadakum ve in kuntum min qablihi laminad dallin. Sizlar Alloh taolo sizni qanday yetaklagan bo'lsa, nima ish qilinglar, nima ishni qilmanglar degan bo'lsa, shu pet qilinglar sizlar. Burun sizlar buni bilmagan bo'lsanglar, endi bilgandan keyin shu bo'yicha qilinglar deydi Alloh taolo. Buningda ikki ma'no chiqadi. Biri burun insonlar u yerga butni tavob qilib keladi. U nimaning o'zini Makka shahrini u vaqtda buddizmniki markazi qilganda, hozirgi masalan Tibetniki Lasaga o'xshash bir buddizmni markazi qilib olgan. Nima ish degan vaqtda Kabening ichiga butun o'zi arab tuproqlaridagi qabilalarning hammasiniki butlarniki turlarini ashaga yig'ib olgan. Butun butlar ashaga yig'ilgandan keyin hamma qabilaning ashaga kelsa o'zining buti tepildi, misol. Shuning o'zi ibodat qila oladi.
Aşındaq özü butxanniki, buddistlarniki mərkəzi qılıb, aşındaq özü qılıb alğan. Bu özü onundan nima desa, ular o vaqtida shu butni ziyorat qilish uchun kelgan bundaq odatlar bo'lgan bir maqsad. Ham hozircha degan vaqtda u maqsad emas degan gap. U yerdagi masalan bir odam bir shaharni ziyorat qilmoqchi bo'lsanglar, sayohat qilmoqchi bo'lsanglar, sizlarga qo'ygan talab nima degan vaqtda shu davlatniki prinsiplariga bo'ysunish. Mana mushuni o'zi sizlar esdan tutgan holatda sayohat qilinglar. U yerdagi insonlarga zarar bermanglar. U yer jadal chiqarmanglar, qalayimqanchilik chiqarmanglar, jamiyat tartibini buzmanglar degan gap. Bu yerda boshqa hech qanday boshqa bir narsa yo'q yani. Summa afizu min haysu afazan nas va estağfirullah ve innalloha gafurur rahim degan bu oyatning o'zidimi? Sizlar insonlar, ya'ni boshqa kishilar qanday o'zi nerdan qaytgan bo'lsa, shu yerdan qaytinglar. Ya'ni bu demakchi bo'lgan nima degan vaqtda bizda bir qism odamlar bor, masalan, hajga vizani oladi, elib andaki o viz to'shib ketgandiki, aning uyga mukib olgan, maning uyga mukib olgan, mukmukilan o'ynab ashada, andaki o'zi ayndaq tartibga, qoidaga bo'ysunmaydigan shunday ishlar bor. Bu xato bir jinoyat bo'lgan bir ish bunday qilyapti. Davlatning qonuniga buzuvchilik qilganlik bo'ladi. Shuning uchun bu yerda sen qancha kun turishga viza bergan bo'lsa, shuncha kun turib asli qaytishing kerak bu yerda. Keyin jazo berdi yoki hukumat turmuq so'rab qo'ysa, onu bütün dunyoga onu o'zini reklam qilib, anda qilib qo'ydi, meni manda qilib qo'ydi deydi. Onunda ko'ra sen o'zingni bilsang, o'zini bilgan o'zi qozininki oldiga bormoqda degan bir gap bor bizda. O vaqtda u bir yerga bormaysa, chiroyli kelgan bo'lsa, chiroyli qaytgan bo'lsa misolda. Shuning uchun Alloh taolaning demakchi o'g'li nima degan vaqtda yerlik millatga o'zingni bir odam ekanligini namoyon qilib ketdi u yerda. O'zingning hayvonligini u yerga chiqarmay degan gap endi. Sen qo'sh odamni u qalaymiqan chiqirgan odam u yerga kelsang, ikkinchi maylik dasimi deydi. Bizniki hozirgi nimamizda qartamg'ini uribligini chiqaryapti, 5 yil kirmaysan, 10 yil kirmaysan degandeklar. Ashunday bir ish degan gap endi. Shuning uchun qartam urdurmay o'zingniki o'zi odamiyligini saqlab, u yerda odamdek sayohatini qilib, odamdek chiroyli qaytib, u yerdagi insonlarga o'zingniki bir inson ekanligini o'zini bir ko'rsatib ketgan bu yaxshi deydi. Faiza qazaytum manasikakum fazkurullaha kazikrukum abaakum avashadda zikra degan bu oyatning o'zidami misol sizlar bu faoliyatingni ado qilib bo'lgan vaqtida qazaytum manasikakum deganning o'zi mansak deganni hamda urf odat misol ma'nosi shundoq shu bu hamda Alloh taolo insonlarga farz qilmagan insonlar o'zining ehtiyoji uchun qilgan ish yo'qashqa bunun özünde Allah Teala nima deydi desa, örf odat yani qatorida hisoblagan haj faoliyatini. İnsanların odatida misol sayohat qilgan odatlar bo'ldi. Qattiq sayohat qilsang bo'lmaydi degan bir prinsip Qur'oni Karimda yo'q. Hayoti bo'yicha o'zining mahallasidan chiqmagan odam o'zi sayohat qilmadan deb Allohning oldida u gunohkor hisoblanmaydi. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtida sizlarning bu odatinglar deydi Alloh Taolo. Adını ada qilib bo'lgandan keyin fazkurulloha kazikrikum abaakum. Sizlar Allohni ota-onangni eslagandek yoki undan muqattaroq eslanglar deydi. Ya'ni demakchi o'g'il nima degan vaqtda Alloh taoloni eslang degandan bu yerda Alloh taoloniki shu sayohat haqidagi prinsiplarini xotirangizda yaxshi saqlangizlar. Degan gap. Zikr degan bu. Yaxshi saqlab shu yerda shu qilishga tegishli qilib, qilishga tegishli bo'lmagan narsani qilmang. Ya'ni u yerda yuqorqi oyatlar, ya'ni boshqa yerdan bu oyatlar, u yerda hayvonlarni o'ltirmanglar, daraxtlarni kesmanglar, ya'ni boshqa nurg'unlagan shartlar bor. Bu nimani bildiradi degan vaqtda berib, sen u yerda buzg'unchilik qilib, xalqning jutida o daraxtlarni kesib, Xitoyga o'xshash o'zi berib, xalqniki ishmushlarni tutib yeb u yerda. Bunda qilsang, o odam hisobga kirmaysa degan gap. Shuning uchun bu yerda sen odamiyligingni nima qilishing kerak, namoyon qilishing kerak degan gap. Yani oxirisini mana yomon bir oyatgan.
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب degan mush oyatning o'zidimi? Ya'ni uning ichidan Alloh taolo turga ayryapti. Bir qism insonlar bor, faqat dunyo uchun mujodala qiladigan. Ashaga bo'lsa faqat pul tepishli maqsad, u boshqa odamnikini hech qanday uniki manfaatni nazar tutmaydigan bunday insonlar bor. Va bir qismlar bor, dunyo oxiratni maqsad qiladiganlar bor. Lekin bu yerda Alloh taoloning deyotgan nima degan vaqtda ulayk lahum mimma kasabu. Har odamning qilgan ishi qarta u narsa onunğa nisip bo'ladi. Yani bu degandek nima degan vaqtda sen o yerda dunyoni deb u yerga berib kishilarniki mol mulkini yoki kishilarniki qoida prinsiplarini buzg'unchilik uchratishing bu o'zi to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni dunyolikni talab qilib bunday qilsang bo'lmaydi. Dunyo oxirat talab qilmay yani bunday qilish bo'lmaydi. Har sohada u yuqorqi oyat bo'yicha Alloh taolaniki buni qo'ygan prinsiplarga sen diqqat qilishing kerak deydi Alloh taolo. Men bu hacı faaliyeti men muşundan ibaret. Yani yukarıki muşu zalik dep muşu ayetinin özü aşında tügeydi ki zalik degenin özü ve hacı faaliyeti yani aşından ibaret. Yani bu yukarı degenimizi xulas degen vaqtida bir adam Mekke şehriga borgan bo'lsa, u yerda chiroyliqcha, u yerda fasod chiqarmay, qalayimqanchilik chiqarmay, qalayimqan gap qilmay, buzg'unchilik qilmay, hokimiyatniki shu yerda qo'ygan tuzumlarga rioya qilgan holatda chiroy sayat qaytib kelsa, bu bo'ladi. Bu o'zi qoidaga tushgan bo'ladi deydi. Agar unda qilmagan vaqtda u odam o'zi o qoidani buzgan bo'ladi, o'zi jinoyatchi bo'lib hisoblanadi. Ham bu yerda bayat biz ihrom to'g'riliq kichkina gap to'xtab qoldik. Shu vaqtda Makka shahriniki doirasini nima qilib, mushu doiraning ichi, mushu shaharning ichiga kiradi. Misol Londonda M25 degan bir yo'li bor. Aş yo'lniki ichki tarafi London shahar doirasiga kiradi misolda. Aşning o'xshash hamda bir narsani nima qildi? Shuningga o'xshash ma'lum nemadimi? Shu vaqtda shaharniki shu eng oxirgi chekining o'zini belgilab, misolda 5 o'rinning o'zini belgilaganki, masalan, Madinaliklar Makkaga kelsa Zulhulayfa kelgan vaqtda ihromga kirish kerak. Ihromga kirish kerak deganing o'zi Zulhulayfadan o'tgandan keyin butunlay Makka shahriniki qonun prinsiplari ijro qilindi degan gap. Qur'onniki degani bo'yicha. Şunun içi kirgandan keyin endi Makka shahriniki territoriyasiga kirdim. Men Makka shahriniki qonun prinsiplariga bo'ysunishim kerak. Şunu qilma degan ishni qilmasligim kerak, shuni harom qilishim kerak degan, buni o'ziga nima qilish kerak degan gap. Bu yerda ihrom desa, u latini nima qilish, chaparaz o'zi nima Dalay Lamaga o'xshash unda tengish degan gap emas. U yerniki harom qilgan ishlarni qilmaslik. Buni o'zini Alloh taolo buni belgilab oladi. Qur'oni Karimda lata tang degan hech qanday narsa yo'q. Iroqliklarga zatu irq degan yerdan boshlab, Şamlıqlar Juhfa degan yerdan boshlab, Najdliklar misol Qarn degan yerdan boshlab, Yalamlamdan kelganlar, Yamandan kelganlar Yalamlam degan yerdan boshlab, mana bu o'zi shu Makkaning territoriyasiga kirgan bo'ldi. O'sha yerdan o'tgandan keyin Makka territoriyasiga kirgan bo'ldi, shahar territoriyasiga. Uning ichiga kirgandan keyin shu territoriyaniki ichida belgilangan prinsiplarga, ya'ni qilma degan harom qilingan ishlarni qilmaslik, yo'l qo'ygan ishlarni qilish, mana bu o'zi ihromga kirgan bo'ldi. Ihrom asla o'zi latning ichiga kirganlik emas. Qur'oni Karimda bundaq lat o'rash u ihromning ichiga kirganlik deb hisoblanmaydi. U ihromning o'zi boy deganga o'xshash Payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lishdan burungi Makka mushriklarniki qo'ygan o'zi bir usuli. Chunki u Makka nima o hajning o'zini ibodat qatoriga kirdirib olgan. Asli ibodat emas, bu bir sayohat qatoridagi bir narsa. Chunki Qur'oni Karimda fasihu fil arzi degan nurg'u yana oyatlar bor. Sayohat qilishda insonlar Alloh taolaning jiq qudratlarini o'zini ko'ra oladi.
ko'rish uchun o'zi panzuru kayfakana aqibatul mukazzibin degan nurg'un oyatlar bor. Shu sayohat qilgandan keyin sizlar Allohning oyatlarini yolg'onga chiqargan insonlar qanday halokatga uchraganlik to'g'riliq nurg'un narsalarni ko'rishlar degan gap. Demak, har qanday bir yerga sayohatga borsak, u yerda bizniki vatanimizda bo'lmagan nurg'un narsalarni ko'ramiz. U yerda masalan bir qism narsalardan nafratlanib, uni bizni vatanimizga to'shmaydigan, misol ba'zi yerda odamni qattiq buzilib ketgan narsalar bo'ladi. Ba'zi yerda biz o'rganishga tegishli nurg'un narsalar bor. Uni o'rganib, vatanda uni paydo qiladigan mundaq narsalar bo'ldi. Insonlar bir-birini o'rganish orqali taraqqiy qilgan gap. Shunga bu yerdagi yaxshi narsalarni o'rganish, yomon narsalardan o'zi yiroq turish uchun Alloh taolo buning o'zini insonlarga mana shunday sayohat qilsanglar bo'ladi deylik. Ammo bu ihrom bog'lash nemasi hozir biz deganga o'xshash, misol bu Latin o'rash degan narsa aslo mavjud emas. Bu jahiliyat davridagi bir narsa. U vaqtda shu shunday oq narsani chigib erlar, bog'lab shunday Ka'bani 7 qatim aylandigan. Ka'bani 7 qatim aylanish degan narsami Qur'oni Karimda mavjud emas. Safa Marvaning orasida 7 qatim yugurish degan narsami Qur'oni Karimda mavjud emas. Zaten şu Peygamber Aleyhisselam'daki Mekke'ni fetih qilganlik sohasidagi filmni ko'rsanglarmi 7 qatim Ka'bani aylangan va Safa Marvaning orasida 7 qatim yugurganlik to'g'riliq hech qanday narsa ko'rmaysizlar. Men 14 qatim yugurdim. Biz o'zi Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini tutimiz deydi. Bu sünnetçiliğin o'zi ko'rsini ashning o'zini. Peygamber Aleyhisselam shunday qilgan bormi misol. Bunun hammasi Qur'onda yoki rivoyatda yo'q. Faqatla mush fiqh kitobda bor. Fiqhning o'zi nima ish yozildi buning qarasa, u shu arablarning ko'ni o'zi dinining o'zini asliga keltirgan kitob bo'lg'achqa, uning uchun yozilgan narsa. Yine bizga ayollarga yo'q-ku ikramlarga aq nimaga Yo'q. qilgan ishchi. Ayollarni chiqarib olsalar diye deb qopmasın. Onundaki u yerdagi naati odamni kallasini o'tmagan narsa bor hozirgi vaqtda. Misol shu haramning masjidini ichiga kirgan vaqtida erlar ayollar ashar birga aylanamiz misol. U qisqiston hamda shunchalik qisqistonda ayollar va erlar ashar aralashib yurdi endi. Asli to'silgan narsa bu. Bir o'tirib bunda bir narsani qo'yib matrat erlar matrat ayollar aylansin desa, u o'zi ayollarmi rohat bo'ladi, erlarmi rohat bo'ladi. U yerga kirgandan keyin bir qism taqvo erlar, ayollar misol naati huzursiz bo'lgan gap. Taqvo bo'lmagan ayollarmi huzurlanib ketadi balki bu yerga kirsa. Lekin endi u naati xato bir narsada misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, hammasi shu erlar ayollar ashada birga shu qisqistonda ashada yurishning o'zi bu bir ibodat qilish shakliga to'g'ri kelmagan bir narsa. Hatta şu Karataş'ını suyumen dep erbilen ayollar bir taraftan, iki taraftan da başına ekildiğin gepken yani başka işler yapışırken de. Bir-birini suyuşup kalgan işler oldu mesela şeyin özde. O nayet cık. Mesela biz bağa vaxtın özde şu Karatay nurgun adamlar aş Kabe'nin başında qısıq qıp қолына mendaq şu hem de quchuqi mendaq patqan bo'lsa quchoq evele shunda o'tirib ketsa endi. O qadar ashundaq qilib endi. Demak bu butunlay buddizm davridan qolib qolgan narsa. O uyda nima tilayapsa misol u yerda. U uyda nima ish qilib bera oladi. Aş boşluğumuzun esini qilishdan boshqa hech qanday bir narsa yo'q. Masalan, biz hozir Sultan Ahmedning jamisi, Sultan Sulaymon deb qo'ygan jamini ziyorat qilamiz-ku. Nima ish qilsa, u 500 yil bo'lgan jami Asaratiga o'xshash misolda. Xuddi shunga o'xshash bir narsa misol. O Qur'oni Karimda Qartoshni suyish to'g'riliq hech qanday bir narsa yo'q. Hajr asvatni degan o'zi kelimmi yo'q. Hajr asvatni suyish to'g'riliq hech qanday bir narsa yo'q. O Peygamber Aleyhisselam söyledi deganmi yolg'on. Peygamber Aleyhisselam bunda xosini ashnaqa ishorat qilib, xosini uchun söylegan degan bir narsa bor. Undan keyin Hazrat Umarni hikoya qildi. Hazrat Umar Peygamber Aleyhisselam sizni söymagan bo'lsa, men sizni söymaydim degan deydi. O hammasi yolg'on narsa. Allah buyurgan ishni payg'ambarning qilishi mumkin emas. Buni o'zi ama sunnatchilar hammasi anglab qo'ysa bo'ldi misol. Bu butunlay yolg'on narsalar. Undan keyin yana birisi eng mashhur narsaning birisi
taş etiş, şeytanı taş etişden ibaret bundaq bir faaliyet var. Bunun özümü tamamen öz Kur'an-ı Kerim'de yok nerse. Yani şeytanı taş etiş diyen bir nerse Kur'an'da mevcut emas. Şunun için bu yerde o şeytanı taş etmede bu yerde bir yıllarda oldu. Neçim onlar adam ülüp gittik. Öz şeytan aynı ülke taşıyan özde. Bu bütün hikayeye asaslangan İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam kurbanlık kılmanğa vaqtida o şeytan uçurap demiş. O şeytan bir qetim taş etip, iki qetim taş etip, üçüncü qetim taş etip, yo'qolib ketip demiş deb üç yer taş atgan aşında bir qayda var. Bunun özümü tamamen özü Kur'an-ı Kerim'e zıt. Kur'an-ı Kerim'de yok. Çünkü İbrahim Aleyhisselam bizi hoş bir adam. Biz kögeni köre alaydı. Biz köremağını köremaydı. O adamın nemesde onda qalqı közde biz köremaydigan narsa körülgen bir aparat yok. Onda bolgan ekan o İbrahim Aleyhisselam'daki mi o şeytan taş atqını bütünlüğü özü taş attı degan gapning özü tamamen yalgan. Bizde bu şeytan taş etiş vazifesindeki kirişi yani Mekke müşriklerin özü aş hikayeyi oydurup andakin özü şeytan taş etişine ibaret bu emelini icat kılganda o icat kılgan narsa müşriklerin kılgan icadı. Biz mana şu müşriklerin kılgan icadını ameliyat kıvatımız degan gap. Şunun için bu şeytan taş etiş işleri tamamen özü yalgan hata bir iş. Kurbanlık kılış. Sındaki var mı gapti? Aşağılıkı İbrahimi din deydi o mesela Hristiyanlar, bunu bir Yahudilar mesela şu. Buşularınki kutsal kitaplarda halıkı aşı şeytan körünüp kap şundan taş atkan degan gap var mı yok mu? Avazları ne çıkıl çıkıttı? He. Nimiş kadar Bir kıldan sorganda. kesti. Gapni okulanmıtçı. He. Demek bu şu Tevrat ve İncil'de Hristiyan bilen He. Yahudilarınki aşının kitaplarında mı şeytanla taş atış doğru gap var mı? Ben Demekçi. o Tevrat İncil'deki şu nemesinin özüne hem de İbrahim Aleyhisselam düşken kitap yok hazır vaxtda mesela. Tevrat İncil'ni görsek boludu. Tevrat Hı. İncil'nin özünde ben aşındaki konu ehtini bütünlüğü okup çıktım. O şeytan taş etiş hakkında hiç qanday məlumat yok. Hı. Tamam. Ama Talmud'un özde belki buluşunun Talmud'un başından ahıra İbrahim Aleyhisselam şu vakaligini ben okup çıkamay kaldım. O belki o kitap iken o 66 kısım kitap olgan iken. Ama bu Tevrat'niki asıl nusxası olgan şu konu ehtide bundaq narsa yok. Kur'an'da yok. Yani Kur'an'ın öz yokluğu o kitapta yokluğunu ispat bana ayetqa. Çünkü neymiş ki vaqtda Kur'an burunki kitaplarni tasdiqlagan bir kitap olgandan keyin bu yeterlik bolup deb o'ylayman men. Hı hı. Yani demek yoğunumuz nima degan vaqtda şeytanı taş etiş. Yani Cemre Akabe degan aşındaqı 3 tal yani çok kichik şeytan, o'tir hal şeytan, çoğ şeytan deb Cemre Akabe en çoğ şeytanı aşındaqı 3 yer taş etişinin özü haqiqatında özü 7 tal taş attı o taşın çoğunluğu koyunun kumluğu buluş gerek. Ma tırmığının üstü koyup geçiş lazım aslında. Hazır şu şundaqla atlagan boptu endi. Neticesi zada acayip o şeytan qattiq urayotgan bo'lib shunda qattiq tashlatganlikni ko'rsatyapti. Bunun o'zi hammasi nima? O o'ydirim bir narsa, shaytonga tash etish hajji faoliyati yo'q. U faoliyatning o'zi zaten shaytoniy bir ish. Mana haqqa vaqtida. Shuning uchun uni qilishning o'zi bir o şeytanmı nimaga Saudiya hukumatiga yaxshi foyda ko'rdi ekan misol yiliga 150 million dollar kirim qildik shaytondan. Astiga zavodni qurib qo'yibdi. Tushgan toshni uttuliqa 7 taldan bir xaltaga qashlab turdi ekan bir tal 7 tal toshni o'zini 5 liradan demdim deymi? 5 riyaldan. Satadi ekan misol 5 riyal deganni ma Angliyani pulusida bir ko'dinchi qaraq keldi ekan. Hı. Dollarda misal 1,5 dollardek narsa. Yiliga 150 milyon. Undaq şeytan bo'lsa, bizmi tikib qo'ymamdik o'yin aldiq misolda. Undaq foyda keladigan şeytan bo'lsa.
Demek O şu çağda, şeytanı bazağa selip aşının faydalanatkan işler var mesela. o Şunun için çağda bu ben, şeytan taşetiş nemede hecpal edincide asla yok. o çağda menlam şeytan işte ben de mal ödül şu taştı 150 milyon dolar ben tapaydım. Kadar Elbette çok. o bir gün etivasa neçe yüz ming dolar teppas kak aşını o kadın çapanı kiyip turda şeydi kak. Bir Ben günde. balam işte ben 6. yılı bardım ben birinci katım. O çağda balam 5 yaş demişler. Aş Evet. Muzdeli efendim şunda tesbih keldi ya gücü. Ankin o şöyle taş atımızda nima qiladi o? Shu chog'da balamni ko'taryapti ekanman, bo'ynimga mindiryapti ekanman. Shunda bilan u tosh shaytonga emas, mening balamga tegib, balam yig'lab keldi shu. Estağfurullah. Shu hayotimda musulmon bo'lib, hayotimda eng tez, eng ig'ir bir ibodat ekan bu deb, shu yil esa, man 2006 yil esa Hmm. o'zimga qasam qilib qo'yganimda, men yosh vaqtimda, kuchimning Hmm. bor vaqtida ota-onamni hajga akolmasam bo'lmaydi ekan degan tushuncha shu chog'da kallamda vilday bo'ldi-da. Shuning bilan Evet. o'zimni aklaman deb 2012 kelgan bo'ldi. Hmm. Ajoyib ish. Endi ma oyatning o'zida yana sizlar o'zi qaytgan vaqtida sizlar va'dangni vafo qilinglar deb degan oyat bor oxirisida buning o'zini devataylar xalqimizga bu nima degan bo'ldi degan vaqtida ham yilg'i o'sha kelgandan keyin u yerdagi shu cho'nglari masalan qabila boshliqlari u zamondagi u yerda bir kelishim tuzilgan gap masjidi harom deganda biz yuqorida tushuntirgan vaqtda bir qura deb o'tdik masjid deganning o'zi itoat qilish markazi itoat qiladigan o'rin harom deganning o'zi yasoqlar ya'ni turk tilida biznikida cheklamalar ya'ni oshni qilsang bo'lmaydi moshni qilsang bo'lmaydi deb misol u yerga kelgandan keyin inson sayohat qilib kelgan insonlarga moshni qilmanglar oshni qilmanglar deb o'zi qilmaslik tegishli ishlarning o'zini bildirgan bir narsa degan gap endi u yerda shu tuzgan tuzumga o'sha yerda qabila boshliqlari tuzib ma kelgan sayohatchilar mana mushu bo'yicha ish qilsin degan o'sha narsaga sizlar vafo qiling degan gap bo'ldi birinchi ikkinchi birisi 3 oy hamda shu vaqtda 3 oyga hozir necha oy bo'lsa bo'laverdi zaten burun oldimiz degandeklar bu haj to'g'riliq maxsus qur'oni karim to'xtatilgan bir vaqt yo'q hozir saudiya hukumati qachon hojilarni biz qabul qilamiz desa shu vaqt ashhurun ma'lumot bo'lgan bo'ldi misol ma'lumot berilgan oylar hisoblandi hozir shu vaqtda haj qilganlar ber boshada haj qilsa bo'laverdi ammo u yerda shu qonun prinsipga bo'ysunish uning vafo qilish ishlarini o'zini deyotdi endi shuning uchun bu yerda halqi bo'libmi bizniki qonunga bo'ysunmay cho'ng'igan bir xalq bo'lg'achqa biz xitoyniki nemisda qanday xitoyni qonunga bo'ysunish jinoyat degandek bir narsa jiq bo'lgandan keyin nega bo'lsa shu qonunga bo'ysunmaslikni ustimizga elib olamiz deydiganimiz bu yerda nima degan vaqtda har davlatga borsak u yerniki qonun prinsipiga bo'ysunib o'zimiz odamdek bundoq yashasak alloh taolomi bizni rozi bo'lganligini bildir degan gap ondan keyin masalan zamzam ichish masalasi zamzamning o'zini ichishning o'zini bu nimada hidoyaning o'zida shu hamda vojib amallar qatoriga kirdirib desak bo'ldi shu qatorida ko'tarib o'tibdi bu bir to'g'ri narsa emas zaten u yerga olgan chog'da zamzamdan boshqa suv yo'q ichadigan vaqtida unday bo'lgandan keyin u ichishga majbur misol hozirgi dengizniki suvlarini tozalab olib u yerda o'zi suv biroz kamchilik bo'libdi ammo u vaqtda faqat shu zamzam hududidan chiqqan suvni ichadigan gap tatliq suv shu shuning uchun bu yerda zamzamni ichmasak haji qilganlik bo'lmaydigan ziyorat qilganlik bo'lmaydigan yoki bo'lmaydi zamzamni akilib haqi bermasak hoji bo'lmaydigan bundoq bir ishlar aslo mavjud emas bu halqi bu ramazonda turklar bo'lsin va boshqa har xil shu musulmon millatlar hozirgi vaqtda yevropada kilos litrining o'zini
10 pound'un nima? Qani? 5 litrning o'zini 5 pound'a sotibdi bizda. O'sha Londonda misol 5 litrlik shundaq zamzam deb sotadiki, ay Ramazon vaqtida 5 litr suvning o'zini 25 pounddan shundaq sotibdi. O shu zaytun meydaklar shundaq qimmatda endi shundaq setiqliq. Onun özünü elip içip, onun da roz tutup, hakiza qilishning hech qanday hojati yo'q. U normal bir suv. Har qanday yerdagi insonlar o'ziniki shu yashayotgan yerdagi suvni ichib, roz tutib, hakiza qilsa bo'laverdi. Illaki zamzam ichish u yerda hajga borgan vaqtda va yoki Ramazon oyida u nemadan Saudidan u zamzamni keltirib, uni qanchalik rost, qanchalik yolg'on uni bilgilmaydi yana. Saxta zamzamni sotgan odamlar hozir vaqt jiq. Undaq qilishga hech qanday hojat yo'q. Shuning uchun bu zamzam ichish hech farzmi emas, sunnatmi emas, mustahabmi emas, o'zimizning ehtiyoji. Ustab ketgancha suv olmagan ash suvni ichimiz endi. Boshqa bir undaq bir narsa yo'q. Meni doktor kunda 2 litr suv ichdi dedi endi shu. Shu litr suv Zamzam ichmasam. Yo'q, 2 litr suv endi shu. Shu suvni ichmasam bo'lmaydi, nima badan vujudimga kerak bo'lgan narsada. albatta. Ammo biz shu zamzam ichimizda odatdagi suvni, anaqa suvni odatga ko'rib hamda shu. Onu içmeyimiz, şimdi olan kısa oluruz da. Acayip. Xo'sh, endi bu hem buniki bizga endi hozir motorliq deydigan gapi bormi? Ben birisi depti de ikramga kirishni inkar qildim. Hamda resmiy kapir bo'ldiğini depti de. Xudoyim. Mening deydigan gapim bordi, seni gapini qilib bo'lsa, uniki menday. Yo'q, desizlar, anadaki o boshqa teatr bir tarafga o'tmasa yo'q, qarshi bir tarafga. Mana shu sen qajroq gapni deyman hozir. Endi kallimizda Allah farz qilmagan buyda ishni farz darajaga ko'tarib, yana nima? Oshqullikdan toshqullik chiqadi deymizmi? Hadini ziyod oshib o'tganligi men narsa uchun. Shuning bilan Makkaga hajni ham uchun gunoh yuyish bir nimasi vosita qilib olmoqchi. Hatto men borgan yilisi mening pulimni o'g'irlab oldi. O bir. Ondan keyin shu Makkaning atrofida, Misrning atrofida mana shu Uyg'urlarning ba'zi fohishlari bor-ku, fohish ayollar, fohish erkaklar degandek-ku. Ashularning shahada paraq saviygini ko'rdim. Ondan keyin yine başqa millatdan mana bor şeydi. Shu haramdan bir onlar bana maylan ayında tayyorlab turadiganlar bormish endi shu. Mashinasida sepla ektarmish. Bu derecedeymiş. O'g'ri, ondan qaraqchi, apyunchi, gunoh eng ashaddiy gunohlarni qilib, undakincha eng ko'p boradiganlar edi-shu. Ashunda harom pulni eng ko'p topganlar edi-shu. Ma halol pulni topganlarim bor edi zaten. Men ishlagan burungi zavodninki bir patroni ashu her cumani Mekke'de ya Mekke'ye bormaydi uncha Medine'ye boradi-da. Payg'ambar alayhisolamni biz yaxshi ko'ramiz deb shu turklar endi shu o'dinla Medine'ye bormay Mekke'ye borsa bundan odam qaraydi shu bu Payg'ambar alayhisolamni yaxshi ko'rmamdi deb shu. Bu darajada endi shu nimaga chiqib o'tadi. Ondan o'g'andan keyin u atrof fohishxonalar endi shu shunda nimalar bilan gunohkor odamlar bilan shu. Ular şu berip zemzemden bir içi vassa, yak zemzemden 5-6 litre ekipdeki bir juyunu vassa, Kabe'nin özünü bir aylını vassa, günahımız tügeydi dep oylaydı. Nurgulları var onda oylaydı Allah. O çünkü onu mesela Ramazan eyleyimiz, hac faaliyetlerimiz bu günah juyuş bir nemiz kıvagan. Mesela hacık bağandaki anısını yeni tuğulgandaki oldu diyen o rivayetli var. Ama Kur'an-ı Kerim'de asla bundak bir nesi yok. Bu yer verip Kabe'nin içi de yama işini kılsan, yama iş katarda hesaplanıp gidiyordu. Abi butxana içi kirip yaxşı qilsang, yaxşı qatar hesabını ketiyor. O siniki qilgan ishing nada bo'lishni qat'iy nazar
uniki yaxshi, yomon, to'g'ri, xatolikqa beqishlik bir narsa. Shuning uchun bu yerda palon yerga borsang, to'g'ri, xato ish qilsangmi to'g'ri bo'lib qolgan. Boshqa yerda o'zi xato ish qilsang, to'g'ri ish qilsangmi xato bo'lib qolgan. Bundaq ish Qur'oni Karimda aslo mavjud emas. Nerede bo'lsang bo'l, to'g'ri ish qilsang to'g'ri, xato ish qilsang xato bo'ladigan gap. Sho'ma Abdurahmon Jamol va hokazo o'sha insonlar deydiganimiz nima desa, sen bir narsani angla. Anglab, uning ichida xatosini xato, to'g'risini to'g'ri de. Sen bir odam gap qilsa, umumyuzlik uning xato deydigan, sen gap qilsang butunlay to'g'ri bo'lgan bunday bir narsa aslo mavjud emas dunyoda. Sen agar inson bo'lsang, bunday gapni qilishing kerak sen. Endi bizniki ma'lumda oxirida deydiganimiz endi bu haj faoliyati haqida. Haj faoliyatniki Uyg'urlar bo'lgan foyda ziyni nima degan bir narsim bor. Bu ibodat emas, boy degandek bir sayohat ham Alloh taoloning qudratlarini ko'rish va kaza boshqa shaharga borgan vaqtda oraliqda bizniki yurtlarimizda bo'lmagan narsalarni ko'rish orqali nurg'unlagan Alloh taoloning qudratidagi cheksiz bir qudrat egasi ekanligini tunishga nurg'un sabab bo'lgan narsalar bo'ldi misol. Xuddi shunga o'xshash, masalan, Makkaga borsakmi, uning atrofidagi tog'lar, uning o'rtasidan chiqayotgan bir tal buloq, misolda Alloh taoloning qudratining o'zini namoyon qilgan narsalar bu yerda Allohni tunishga bir sabab bo'ladi degan gap endi. Bunda o'zi har yerga borsak, u yerdagi bir alohidlik bo'ladi, bir yaxshi narsalarni ko'ramiz. U yaxshi narsani ko'rgandan keyin ham insonlarniki u narsani o'rganadigan bir narsa bo'ldi, ham da yana tarafdan Allohning qudratini tunishga bir vosita bo'ldi. Bu yaxshi bir ish. Endi buniki bizga salbiy ta'sirim bor. Bir odam tamomda yili bir qatim berib, bir hayoti bir qatim berib, u yerni bir ziyorat qilib, bir odatda bir boshqa shaharni ziyorat qilgan qatorda ziyorat qilib kelsa bo'ladi. Uni hech qachon biz bo'lmaydi demaymiz. Ya'ni bu yerga insonlar ziyorat qilmasang bo'ladi degan gapni chiqarishga qat'iy bo'lmaydi. Biz u yerni to'smaymiz zaten. Ammo har yili berib, misolda, har yili berib, pulni aşağıya berib, chechib va kaza qilib qilgan insonlarimiz bor. Biz mayda balla o'qitayli, balalarimizni yaxshi yerga o'qitayli, o'sha yerda o'zi vatan uchun, millat uchun bir o'zi pul kerak, shuni pulni chiqarayli desa, uningga shu haraga boramiz degan puldan %10%ni bermaydi insonlar. 10%ni, ya'ni $100 $10 bermaydigan insonlar bor. Ammo aşağıya berib, aşı Arabniki nimalarga bosh tashlab berib, ashuni o'zini shuni odam bir tapgan, jillash tapgan narsani o'zini aşağıya tashlab berish orqali ya vatanga foydasi yo'q, ya millatga o'ziga foydasi yo'q bir ishni qiliqlik misolda. Bu nihoyatda o'zi eg'ir bir ahvol, yana jinoyat mana aytgan vaqtda. Sen hayoting tamom, bir qatim bording, ko'rding, bo'ldi, yetdi shu narsa. Ammo uni qayta u yerga berib, o pulni u yerga chechib, hokazo qilishga hech qanday hojat yo'q. Agar shuncha ular yaxshi savob bo'lib ketgan, bormiz zot bo'lmaygan ish bo'lsa vaqo, Payg'ambar alayhisalom Makkani fath qilgandan keyin 2 qatim yoki bo'lmaydi 1 yilga necha qatim borgan bo'ladi shaki. Chunki o'ziniki hokimiyat ostiga kirib bo'lgan yer. Kunda berib 100 qatim piqirsama hech kim ishni demaydigan bir zamonda u. Payg'ambar alayhisalom faqat bir qatim bordi, qaytib keldi, bormadi. Undan keyin Abu Bakrning zamonidamiz, Umarning zamoni, Osmonning, Alining zamonlaridamiz hech qanday bir zamonning o'zida voy Makkaga mushundaq butunlay mushundaq jamoatlar o'p ming'ilgan, 10 ming'ilgan odamni bordi degan to'g'rilik hech qanday bir rivoyat yo'q. Bu qachondan boshlab o'ljaldi degan vaqtda, mushu 19-asrniki mushu bo'lib Saudiya hokimiyati, Saudiya hukumati mustaqillikni qo'lga olgandan keyin, undan keyin bu avjelib, uning nurg'unlagan rivoyatlar o'ydirilib, u yerda o'z bir qatim 2 rakat namozni o'qisa Makkada 100 ming rakat namozning savobi bo'ladi. Madinada 2 rakat o'qisa 10 ming rakat namozning savobi bo'ladi. Baytul Muqaddasda 2 rakat namoz o'qisa 1000 rakat namozning savobi bo'ladi degan o'zi quruq bir yolg'on rivoyatni chiqarish orqali insonlarni ashyaga o'zi sayohatning o'zini kuchlantirish uchun ashishni qiliqlik misol. Bu butunlay o'zi Qur'oni Karimning ruhiga zid bu narsalar. Biz o'zimizga pishq bo'lishimiz kerak. O'zimizni o'zi odam qilishga, o'zimizniki
haqqimiz bo'lgan narsaning o'zini qo'lga elishga, uning uchun kurash qilayotgan shaxsiylarga yoki tashkilotlarimizga har jihatdan yordam bo'lishimiz lozim. U yordam faqat og'zimizda u yaxshi qilyapti deyishli bo'lmaydi. Pul bilan bo'ladi dunyoning ishi. Shuning uchun bu yerda pulimizni biz undaq yerga bir qatim borsak bo'lgan bo'lgandan keyin bir qatim bordik bo'ldi. Undan keyingi narsani o'zini yaxshi ish qilishimiz desak, bolalarimizni, uning ostqaqning bolalarini o'qishi uchun yordam qilsak, bu o'zi bizga nihoyat yaxshi bir ish bo'ldi. Shu hozir Londonda 7-oyning 1dan boshlab musobaqa bo'ldi ekan, nima futbol musobaqasi Uyg'urlar ashunada 3 komandada o'ynaydi ekan. Aşılar 60 ming dollar kerak ekan. Hozirgi vaqtda o'tib ketsa 30 mingdak bir narsa yig'ilgan o'xshaydi. Aşınaga taraf-tarafdan 10 koy, 20 koydan, 50 koydan, 100 koydan ayda tashlasak, o narsa tama ko'l to'ladi. Aşı ballarni qiyinchilik tugaydi. U yerga borgandan keyin ular utib qilsa, ama bizning oqimizda bir o'zi xalq millat bor ekan deb ularga o'zi ruh paydo bo'ldi. Ruhi o'zi ko'taranki bo'lgandan keyin utadigan gap. Utgandan keyin u Uyg'ur millati dunyoga tunishtirishniki bir vosita bo'ldi bu narsaning o'zi. Biz her sohada, misol her qanday bir da'vo ishlari bo'lsin yoki boshqa madaniy ishlar bo'lsin, her sohada bo'lishini qat'iy nazar o'zimizning yaxshi ta'sirining o'zini dunyoga tunishtirish nihoyat yaxshi bir ish. Mana shunga o'z yordam qilsak, ham yana bir o'z yaxshi ishga yordam qilgan bo'lamiz. Xalqimiz shunga o'xshash nurg'ulg'an yaxshi ishlar bor. Masalan, Turkiyadamiz, O'rta Osiyodamiz, nurg'un yerda o'zimizning Uyg'urlarning ichida o'qish fursatiga ega bo'lmagan, o'qish niyati va yaxshi shunday o'z kalisi ishlaydigan bolalar bor. Aşı bolalarga yiliga haramga borganda o'niga har yilsi haramga borgan pulga bir bolani o'qitib qo'ysak, haramga borgandan necha ming hassa o'z savob bo'ldi bu ishning o'zi. Aşı vaqtda o'zimizniki milliy ruhimizni, milliy kimligimizni saqlab qola olamiz, davomlashtira olamiz. Bunda qilmasdan quruq bir yerga chechib o pulning o'zini qilsak, bizga hech qanday foyda bo'lmaydi. Biz o'zimizni vayron qilamiz. Va shunga biz qarindoshlarimiz deydiganimiz nima desa, barg'anli basni to'smaymiz zaten, ammo bir qatim borsak yetadi. Agar yilga basi bo'lgan, yilga bas berish bak savob bo'lgan, bormasak bo'lmayganda ish bo'lsa, payg'ambar alayhisalom har yil borgan bo'ladi. Sahobalar har yil borgan bo'ladi. Bunun özüne bilip qo'ysak bo'ldi. Biz nimani tarixni o'qisin, qas sahoba har yil berib ashada o'zi yig'lab yetib, shundoq o'zi bir ibodat qilib ketgan bir sahoba bormi? Yo'q, hech qanday bir yerda. Shuning uchun qarindoshlarimiz bilish kerak buning o'zini, o'zimizni odam qilishga, o'z millatimizni millat sifatida bir raus bir millat qilishga kuch chiqarishimiz kerak. O kuch chiqarish faqat quruq gaplar bo'lmaydi. Shundoq iqtisod bilan bo'lgan narsa bu. Mana Yahudlarni o'lga olsak bo'ldi bu sohada. O'zi uchun, o'z millatini ondan dast tug'ish uchun iqtisodni aymagan bir millat aşı. Uning uchun hozirgi vaqtda mana 6 Yahudning o'zi butun o'tir sharqni tetib tuzda tetib turibdi. Bu hamma narsa bilim bil bo'ldi. Şun qarindoshlarimiz her narsani o'zimizniki foyda manfaati, millatimizning foyda manfaati bilan munosabatli holatda tushunishimiz va shunga qarta ish qilishimiz nihoyat muhim. Xo'sh. Aşı siz degan aşı futbol musobaqasini meni aran 27% yig'ilib dedisizlar. 50 ming euroning 27%. Demek ki 27% degan gapning o'zi bir 13.285 euro yig'ilibdi. 89 adam yig'ilgan pul. Mana. Qo'liga naq berganlarim bor deb ashunal qo'shqanda meniki anglashimcha 30 ming yaqin narsa yig'ilibdi dedim. Yani 30 ming yig'ilgan taqdirda yerim yig'ildi degan gap. Unda qilganda keyin shuni o'zi tarafdan kuch chiqarishimiz kerak. Bir 100 adamning aşı hajga ömriga atagan puli bilan puli hal bo'ldi ekan bu aloqa.
100 adamım ketmeydi o. Bir adam hacı görüşün $2000 ketdi o. Ne $2000 mı yetmeydi o? 100 adam $200 ketmemdi o. Bu 60 ming. Demek ki bir 20-30 adamni Hmm. hacı vargan pul isteyen gap. Məni yaxında salımə onunğa. Hazır şu ma naq pul vergan va kaza adamlama bir adamlar arqılıq nöqbəsi boldu. Meniki ismim çıxıb qalmasın dese o dərəcə qoqançaq olub ketgan bolsa. Bolmasa aşı appga taşlasa 50 koy 100 koyni taşlasa neçə minglən Uyğur var bu yerdə. O nəsə heç qancha bir nəsə emas. İsmini çıkarmayın belli oldu ki neyini? Boldu. Xoş. Deydiğin gitmedi valla, dep oldu. Hə. Ay maşallah, maşallah. Endi həcə Ahmet abi. faaliyyətim şunu ol tüzüdü endi bundan keyinki nimada biz iman etiqad to'g'riliq to'xtalmaymiz. Bek zarur olmagan yerda bu to'g'riliq hech qanday to'xtalmaymiz. Bundan keyin faqat to'xtalganimiz islom qatorida islom haqida to'xtalamiz. Islomning har xil prinsiplari haqida to'xtalamiz. Mana shu programmaning o'zini xudoyim bo'lsa kelar qatimda xulosa deb bir chiqarsak reklamning o'zini butun mana shu mazmunning o'zini qisqacha xulosalab nima maqsadda bu ishni qildik. Misolda millat nima uchun buni shu programmani qilishga bizga nima sabab bo'ldi misolda bu sohada biroz to'xtalib xulosalab bu nimaning o'zini 99 ga olib to'xtagan bo'ldik deb o'ylayman. Alloh taolaning 99 ismiga to'g'ri kelgan shu vaqtda. Allah Teala'nın 99 ismiyle ayrı bir dersimi kıldıran vaktim ikile inşallah. İnşallah. Benim nayet çok bir arzuyum. Ahmetcan gap qilsa Ahmetcan'ın bir tala gibi var diyorum. Assalomu alaykum, yaxshi turishlar. Yani yeni bir tane değiştirdik o offline'da. 4 tane neden turdu. ovoz nima bir jiz gapirgan. Yana bir kishi borda, lekin menda maslahat qildi, bayaqdan ishkanlar ovozim biroz shu shovqin bor. Bugungi temada taqim bek muhim masaladan birisi islom dinining 5 farzning ustiga qurilgan, 5 ruknning ustiga qurilgan, 5 turukning ustiga qurilgan degan bir dinni biz hozir qadar an'anaviy dinimizda shunda biz shu dinni bizning dinimiz islom degan mosho degan tushuncha bilan cho'ng bo'lganlikda endi shu turukdan birisining havoga aylanib ketganini ko'rishga bo'ladi bugun. Ya'ni farz emaskan mana. Farz emaskan. Haj qilmoq farz emaskan. Birinchi muhim masala. İkinci muhim masala 5 turukning birisi deyilayotgan buningmi hisobda turuklik salohiyati yo'q-kenda. Albatta. Bu burunmi deb ketdik. Bu turigi buzilgan yoki turigi yo'q bir imoratning usti haqida gap qilishning hech hojati yo'q masalan. Turigi yo'qdan tepsi çünkü 5 turukning tepsi qurilgan degandan keyin o din degan mashina bir tushuncha kelsak, o turuk yo'q bo'lsa, tepsi nima deb havo turadi. Demak, ajnaq bir muallaq ekan. Bugun ortiq gap eshak yo'q, lekin mana shu temani yaxshi tushungan insonlar bo'lsa, ma bu mening dinim, men musulmon deb o'zi e'tiqod qilayotgan diniga qaytadan qarab chiqishga yetarlik bir narsa bor, ogohlantirish va bir dars oldu. Biz mana shu haj to'g'risida nimalar chiqib o'tirga deb taqozo etdik. Oxir tushungan bo'ldik. Andaki bizdeki xalqimiz din bilan iymonni ayırmamaklık. Dinni Allah Teala senin dinin nima degan vaqtda islomni din bermiş deydi. Misalda hiç bir zaman
ibodat va hokazo buning o'zi bir dinning asosi degan bir narsa yo'q. Bu qo'shimcha bir narsa. Bir odam mo'min bo'lgan bo'lsa, u iymon etgan odam darhol iymon etib bo'lgandan keyin musulmon bo'lganlikqa qarta hech qanday oyat yo'q Qur'oni Karimda. İman keltirgan odamni islomga kiradi deydi Alloh taolo. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafatan. Shuning uchun bu yerda islom deganning o'zi iymon, e'tiqod yoki amal nima ibodatning ustiga emas, adolatning ustiga qurilgan bir narsa. Adolatni asos qilgan, barobarlikni nishon qilgan bir narsa ekanligini o'zini bildirdi. Shu Qur'onni Karimdagi ichidagi zina qilmanglar, harg'ishmanglar, o'zi jadal chiqarmanglar, fitna fasod qilmanglar, yolg'on gap qilmanglar deganga o'xshash. Nurulloh yaxshi qilgan degan o'xshash buyruqlarni kirishi jamiyatning yaxshilishi uchun qilgan narsa. Uningda shu har bir shu buyruqning oxirida islomning har bir buyrug'ining oxirida agar ashunga amal qilmasa u odamga azob bor yoki jazolanadi degan to'g'ri oyat. Demak, uniki har bir buyruq bir farz ekanligini bildirdi. Ya'ni bedeli bo'lgan, jazosi bo'lgan shu ashuna belgilangan amallarning hammasi farz bo'ladi. Hem bu yerda uniki jazosi yo'q, qilmish qazosi yo'q. Bu ishning o'zi yo'lisi. Demek ki bu mustahab degan gap. Mustahab nurg'un odamlar bu yerda shu o'ngta turib shu sen mani mandabidan deb keldi. Bu Qur'onni tadqiq ko'rmamsa, biz bir osmon boshqa bir kitobdan devatmaymiz biz buni. Qur'onning o'zini devatamiz misol. Ya şu Kur'an'da asasen şedidül iqab, şedidül azab, ya biz merhamet kılımız, ya keçirimiz diyen doğruluk ayetler hemmesi nima dese, şu buyruğundaki farz ekanligini ifodalaydigan narsa. Ya şu biz iman keltirdik dedik Allah'ın kitabıga, aşına öğrendik. Ama aşı kitapni biz aşı ixlosdan o'qish, tushunib o'qish masalasida sal qarabdik da. Ham butun tushungani bo'lmaydi deganga o'xshash nimasi bilan, haybati, qo'rqinchisi bilan va o'zimizni salohiyatsiz hisoblash, o'zimizning oldidagi bizga bo'y ko'rsatib turayotgan molla ulamo qarindoshlarimizninki tushuntirib berganini, to'g'ri tushuntirib, bir biznes bilib da'tidi degan uni qorilarcha kishilar Kur'an'da iniq lafzlarni to'sma biz tushunmaydi, balkim biz bilmaydigan yerimiz bordir deb yanada taxmin bilan ko'zimizni yumib mangibdik. Bu Kur'an'daki her bir kelimeni ayrım tushuncha qilib ayda qilsa, mesela bu yerda velillahi alennas hicjul bayt. Mesela İbrahim Aleyhisselam o ve ezzin pinnasi bil hac degan bu kelimelerdeki nas degan kelimeni mi? Müslümanlar yani müminler qaratganda misalda aynan tercüme qilib oldi. Bu yerda bütün şu mayli qasi nimadan bo'lishiga islomning prinsipini qabul qilgan odamlar hammasi uyani ziyorat qilish haqqi ekanligini ko'rsatdi bu yerda. Mishalda yana shu o'tib ketgan darslarimizda birisi dilda musulmon islomning nima ekanligini qayta bir izohatini yana eslatish to'g'ri keladigan bo'ldi. İslam uning ichida yashagan tinch bir jamiyatni barpo qilib yashagan ishidagi qaysi dinda bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi e'tiqod bilan bo'lishidan qat'iy nazar, hammasi bir yerda inoq ittifoq yashay oladigan bir tuzumga kelgan bo'lsa, shuning kelishgan bo'lsa, shu islom bo'ldi ekanda. Albatta. Shuni biz iymon etib, musulmon bo'lib kirdi deb qarab olganligimiz tufaylidan Muaviyaga o'xshash, undan keyin kelgan Yazidlarga o'xshashlarni raziyallohu anhu deydigan hikoyalarni to'qib chiqarishga majbur qoldik va yeshanmabdik uning tushunolmabdik. Va keyingi o'tirib chiqqan fasod urushlari deymiz. Masalan, Ali raziyallohu anhu bilan Oysha raziyallohu anhu orasidagi jidallar masalan. Sahobalar bir-birini o'tgan voqealiklar shu. Bu yerda urushning hammasini müminler arası urush emas, o islom urushi. İslam urushiga nima degan vaqtda jamiyatni tinchlantirish uchun, masalan-da, bo'linib ketgan jamiyatni birlik keltirish uchun qilingan urush.
Yani o itikadla münasebeti yok ya Allah'a onun. işelgen, peygamber işelgen adam nima ish qiladi deydi. Bu iman bilan aloqasi yo'q uniki. Shundagina. Menfaat taqozosidan chiqqan narsa o. Aşını biz şu burun tushundiramabdi, tushunamabdi, qarong'ulik bu bir tushungani bo'lmaydi. Ama o qattiq musulmon edi, sinoqdan o'tgan. Ayadimi anaqa nimasi bor, anaqa raziyallohu anhum va razu anhum. Yani cennetin beşaret berilganlar, deyilganlar ama ikili tarafta bor edi de. Aşında turib, yani biz aşağı ko'zimiz yumib manganligimiz tufaylidan bunun yeshigiga erisholmabdik. Mana shu endi Alloh nasib qilib agar bu darsimiz hozir 98 ga keldi, 98 son bo'libdi. Ya bir o'zining e'tiqodiga, diniga, millatiga, vataniga bir ixlosi bor, samimiy bir inson bo'lsa, tafsili o'tirib 98 darsni oldidan bir o'tkazsa, o'zining dunyoda nima uchun qanday yashayotganligidan tortib nurg'un narsalarni qaytadan tushuncha keladi, qimmatining nima ekanligini qaytadan to'nib ketadi. U chog'da yana milliy, diniy va vataniy shakldagi tushunchalarga o'rtaq bir nuqtaga kelalayotganmizda hammaydan. Ama shunga sabr yo'q. Nurg'un bilaman qarindoshlarimizda hozirga qadar bizni kafirlik bilan yana boshqa Qur'onda nomi bo'lmagan gunoh jazo qalpoqlari bilan ayblashga kuchab ketayotganlarga ichi og'ritadigan yerga keldimda. To'g'ri. Bugungi shu hajga aloqador zaten beshida talab qilingan bo'lsa-mu, keyingi tortilib kelgidek darajada xatoliklarning ig'ir bo'lganligi tufaylidan buni ko'taradigan maydimiz yo'q. İştahimizni tutadigan yerlar jiq bo'lganligi uchun keyingi tortilib ketgan. Oxiri nasib bo'lib mana anglagan bo'ldik, tushungan bo'ldik. Bizning xalqimizda bo'libmi shu biri cho'shqi go'sht yemaslik, ikkinchisi shu hajga berib olish taqozosi. Bu ikki narsaning asiri deyishga bo'ladi bizning odamlarga. Ya'ni shuningga u qadar ishtahatman. Yani eğer şunun ikisini qilgan ixlosini ko'rganlar dunyodagi musulmon mushu, yani taqvo eng yakobul musulmon mushukin degisgagidek darajada oshirib o'tilganda anaqa nozik. Yani bek bedel berishga tayyor turibmizda. Amaliyotda mana havoga chiqdi hozir. Endi havomi demaymiz, qiz savobimiz gunoh yo'qkan. Ama uni farz deb turgan vaqtida aksicha gunoh qilamiz asli. Elbette Allah farz qilmagan narsani nima deb farz deymiz biz misol. Onun üstüge bu ya qanday bir mantiqida bu 5 türükning bizsi da'vatgan türük haqida farz deb aniq bir nima yo'q, belgilama yo'q. Masalan, oshunda tursa yana ko'zini yumib biz burunqi nimada bir so'zlab o'tdik. Bu dinni mana ibodat diniga aylantirib olgancha dinni. İbadet dini fakat ibadet qilib bo'lgan, jigovasini ibadet qilgan bo'lib, shu halqi buniyal islom ala khamsin shahadat la ilaha illalloh va iqomis salat va itoiz zakat va siyam ramazon va tahujjul baytin istita ilayhi sabila degan shu narsani o'ydirib chiqishning o'zimi u dinni ilm dini, adolat dini, insonlik dini ekanligidan chiqarib ibodat dini, ibodat ya bu Xudoga foyda yetkazgan bir narsami yo'q. Endi ibodat dini qilib olgan. Shu sababdan bu islomni qabul qildik degan odamlar yolg'on bir islomni qabul qilib, undan men hozirgi vaqtda dunyoning tayog'ini yeb hozir men bombardimon qilib hozir tayoq yeyapman Eronning o'zimi. Shuncha ko'p davlatlar mushalik chiqarishning butun sabablari nima desa, mushu hozir an'anaviy dindan bo'lgan narsalar. Ko'pincha 190% yeri. Burunli o'rgangan bo'lsa, ama Yevropalik masalan 1600-yillar qutlubdi. 1650-yilda qutlubdi misolda. Chirkovda. 1700 deydi. Qutlgan vaqtda o'sha bizniki o'sha biz musulmon deyotgan ummatlarning o'zimi o'sha jaholatni qutlgan bo'lsa, o'shalar o'xshash taraqqi qilib hozirgi vaqtda hech qanday bo'zak bo'lmaydigan gap bizni o'z yurtimizda yashaymiz. Butunlay o'sha hammasi sababini biz o'z yurtimizni ayirib, o'shunda serganda bo'lib
işten xar poxtun ses qilmaydi. Yaşışımızın bütün sebebi nima degan vaqtda mana moshundaq o'zi yolg'on narsaga ergishib, yolg'on narsani din qilib, o'zimiz aldab, moshundaq kelganimiz. Şoňa bu wagtda haqiqat endi biz desek nurg'un odamni kallasini o'tmaydi. Nima uchun desa, necha asrdan beri shu ajdodlardan tortib, necha avlod so'ngak-so'ngaklarga singib ketgan bo'lg'achqa, unda o'ng'ay qabul qilmaydi bu narsani. Ammo haqiqat bu, ya'ni. Xo'sh. Men bunaqa darslarga hammasini xulosalab ixchamlaymiz deyishdi. Yani aşınanda xulosalab bo'lgandan keyingi biraz balkim erkin tartışmalar bo'ladi va bugungi temadan keyin bu YouTube'dagi inkas yozgan rayoniga men ba'zi muhim nuqtalarni tizib qo'ydim. Masalan, ajnam farz emasligi, her qanday kishiga ruxsat qilinganligi va kirganlarning iymon etishi shart emasligi, qatorliq yana muhim nuqtalarni tizib qo'ydim. Balkim bu bir yana davr bo'lgich bir fikrlar yaratilishi mumkin. Yana ayblaydiganlar o'ran chiqarib, xalq qaytadan yana bir savollarni otib qolib qolsa agar. Bu chog'da inshaalloh oldimizgi sonda xulosa qismida hammasiga javob shaklida to'xtalishga nasib qilib qo'ysa. İnşallah. Allah kuch quvvat bersin, lekin hozirga qadar mulla atalgan, ulama atalgan qarindoshlarimiz atrofimiz shu qadar jiq bo'lsa-mu, hamda sizlar o'tirib qo'ygandek, haqiqatda Qur'onga bo'lgan ishonch bilan, dodillik bilan o'tirib qo'ymaganligi nihoyat hamda uni ayblashga aldirmaydi, ammo sizlarni taqdirlashga haqiqatan haqli bir nima bo'ldi. İnşallah oldimizda fursatlar bo'lsa, ularni reallik aylandi inshaalloh. İnşallah. Amag'aylar, ma qarindishimiz nima Abdulazizninki yana to'g'ri kirib chiqib, mumkin o'ynayotgandek bir avval shakllanib qoldi. Birodar, ittifoqli sizlar yapolmaysan, mening gapim tugadi, sizlarning gaping bo'lsa, Bo'ldi. marhamat. Mayli, Allohga omonat. Ma telefon bilan Muhtaram qarindoshlar, bugungi program bu qadar bo'lgan bo'ldi. Ya'ni quloqingizdan dam tutib anglanglar. Haj farz emas, mustahab amallardan ekanligi aniq chiqdi. Do'stimiz Abdulazizninki to'g'ri egizib olib, oxirida yana men xo'sh deb qo'yay. Hammalarga ko'p rahmat. Hamda dars nima kitoblaringiz bo'lsa, ichib, qaytadan qarab qarindoshlar. Bu bugungi o'tirib qo'ygan masalada xuddi ayni zamondagi hadislar din emas degan darajada g'oyat zo'r bir fikr, ya'ni bir mavzu, bir tema. Mollaringlarga berib murojaat qilinglar. Ma'qul qayta kitob izlanib, raddisi bo'lsa o'tirib chiqasin. Rahmat. Kelar qismda program ko'rishaylik.